Hello akalar, sizlar bilan birgalikda mana o'sha Baykuris do'stlar videoyimizga xush kelibsizlar. Bolalar, qalaysizlar? Do'stlar, ancha va yo'q bo'lib ketdim. Bunga sabab hech narsa emas. Просто ishlar bilan band bo'lib ketdim. Короче, endi mana voy, uzr akalar. Короче, bugun sizlar bilan birgalikda Minecraftni qanaqadir allambalo bir versiyasini ko'ramiz. Bu Minecraftga o'xshagan o'yin, ko'rib turganingizdek, bu Minecraftga o'xshagan o'yinlardan bittasi. Короче, o'ganda akalar. Bu o'yinning nomi o'zi asli qanaqadir nom bilan aytilar ekan, muskmi bilmayman. Shunaqa o'yin ekan, muzik degan ekan. Короче, o'ganda akalar. Oh, mana bu yerda naqadar bor ekan. Survival versus creative bor ekan. Upaklab, ana ko'rib turganingizdek, bu ham xuddi o'sha unaqada. Ya'ni nima deyapman, bu o'sha mana bu yerda esa normal, easy va shu naqalar ekan. Hop, biz survival qilamiz. Bo'lmasam, короче, bo'lmasam akalar, start tugmasini bosib ketdi akalar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qani bu o'yinda men nima qilar ekanman? Bu ham xuddi Minecraft klon versiyasi akalar. Klon versiyasi akalar. Bu o'yin kompyuterlar uchun mo'ljallangan. Faqat kompyuterlar uchun mo'ljallanganmi? Baykuris aka deyishingiz mumkin. Yo'q. Kompyuterlar uchun emas, Playmakda ham bor, telefonlar uchun bor. Playmakda ana shu ko'pincha mana shu nom ko'rasizlarmi? Chiqanchag'ini aytaman. Muzik degan mana shu nomni yozsangiz, telefon versiyasini ham chiqaraveradi akalar. Qara shunday. Men hatto o'zim shuna ko'rdim. Opa akalar, 0-doy. Qanaqasiga 0-doy bo'ladimi hali? Yo, mana bu. Yo. Opa, quyosh va mana ko'rib turganingizdek akalar. Bu ham xuddi Minecraftdek ko'ryapsizlarmi akalar? Voshey, varo o'zgacha Minecraft lekin. Bu haqiqiy dunyoda просто hamma yoq turbocha emas, просто g'alatiroq deydi. Короче, shunaqa. Hop, rost. Endi boshlaymiz. Bunda daraxt kessa bo'ladimi? Ishqilib bunda daraxt kessa qo'y. Uzr akalar, minborzur qatyapti lekin to'g'risi. Qanday qiladi bu? Ne qiladi? Biron narsa qilinadi. Obunachilar, mana shu yoqqa yurishimiz kerak. Adashmasam, bu bizga mana shu yo'l ko'rsatyapti. Ya'ni ko'p nimalar nimadir ham, короче, doira. Mana shu bizga yo'l ko'rsatyapti. Qaqadir obra shekilli, yana bilmadim, to'g'risini aytsam. Yana nima deyotgandim? Xudo olsa, albatta kanalimizda xudo olsa videolar ko'p chiqadi akalar. Umuman to'xta qolish yo'q akalar. Bu kanalimizda faqat Minecraft chiqadi. Minecraft ham emas, boshqa o'yinlar ham chiqadi. Nima bu? Toshmi? Roska akalar, bu tosh degani. Ya'ni anaqasi ekan akalar. Faqat toshni oldim. Endi nima qilish kerak? Uzr akalar. Bu toshni olganim bilan endi nima foydasi bor? Daraxt kesish kerakmi shunda? Qaysi? Mana daraxt kesib ko'raylik akalar. Balki shu daraxtni kessa, bilmasa bo'ladi. Hop, qani. Qanday kesiladi bu? Toshim yo'q mana. Qanday kesiladi? Bu orqa yurish bilan. Yo'q, tugmasi. Yo'q. Bo'ldi akalar, mana ko'rib turganingizdek akalar. Bu xarita ekan akalar. Xarita, ya'ni bu orol ekan. Aytayapman akalar, bu ham xuddi Minecraft. Mana men ismim bilan yozib qo'yganman. Короче, bu meni ikkinchi kanalim. Hop, mana ismim bilan mana shu men ekanman. Короче, mana shu yerda turibman ekan. Hop. Men tugmasini bosib shunaqa xarita chiqar ekan. Endi bilmadim, telefon versiyada qanaqa o'yna ko'rmaganman-ku, lekin sizlarga tavsiya etyapman. Hali o'yna ko'rmagan narsamni sizlarga tavsiya etyapman. Ko'rasizlarmi akalar? Hop. Endi men qanaqa daraxt kesaman, tushunmayapman to'g'risi. Mayli, bir ilojini topamiz. Topmasdan ham qo'ymayman. Kanalda yangilar bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bridge. Bu jon degan akalar. Ya'ni daraxtni jon. Bilasizlarmi? Qo'y, bunda daraxt jon ham bor. Hop.
Endi nima? Endi nima qilish kerak? Sakrasa bo'ladi. Bo'lar ekan. Yo, sandiq u. Sandiq ochsa bo'larmikan? Ana bu nima? Yana bitta sandiq. Wow! Bitta sandiqlar ko'p ekan. Nega ochilmayapti? Stop. Tugasini bossa ochiladi endi. Nega ochilmayapti? Oppa akala, nimadir oldim. Yo'q, nimadir oldim men. Qanaqadir hali mana chekka burchada ko'rib turganingizdek bir raqamda hali gantelmi, nima deydi o'sha tosh shunaqa gantel короче. Gantel o'sha. Nima bu? Qo'yman. Mana bu haykalmi? Mana nomimga haykal uyushtirilgan. Bu sandiqda otsa bo'ladi. Qiziq, qana nima bunaqa sandiqlar ochilmayapti? Namuncha tip qorong'i tushdimi shunchalik? Yo'q, hali men o'yindan aqlasimdan oldin qorong'i tushyapti. O'zladimi? Nima bu? Nima bu? Bo'laga tushunmadim akalar, nima bu to'g'risi? Voy. Kim bu? Voy, bunisi yana nima bo'ldi? Voy, qoch. Voy, bilal. Voy, jonim ketyapti. Voy, yo'qol. Kimsan sen? Voy, kimsan? Oh my god. Voy, qoch. Voy. Qoch. Suvga. Voy jonim 40% qoldi. Voy, suvga tush suvga. Voy. Qani, kelmayaptimi? Voy, qatdan kelib qoldi bu. Qatdan kelib qoldi. Yo'q. Bu ham aytyapman akalar, bu ham o'ta Minecraftga o'xshaydi. Yo'q, qanday qilib men hozir voy dale. Qayerga bosadi endi? Yo. Qanday qilib bolalar mikrofonni ham og'ziga solib qo'ygan dedi. Aytayapman akalar, bu ham xudo Minecraftga o'xshagan o'yin. Ko'rib turganingizdek Minecraft bilan chista bir xil. Faqat boshqacha dumaloq va qandaydir o'zgacha olamda, просто tak. Qorong'i tushsa mahluqlar paydo bo'lyapti. Haqiqiy Minecraftda ham shunday. Kreativ o'tko'laymi akalar? Bir kreativga o'tib o'ynab ko'rsaymikin akalar? Давайте. Musk. Faqat boshqacha ekanda. Mayli akalar, nima bo'lsa bo'ldi. Hop. Yana bitta gap. Bu meni ikkinchi kanalim. Ochiqchasiga aytaman, yashirinib o'tirmayman. Bakoris kanalim Minecraft uchun mo'ljallangan. Keyingi birinchi asosiy kanalim Osodiz. Unga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sababi u yerda let's play videolar. Bu videoda ham chiqarganman. Просто sizlardan hali o'zicha qilyapti, u qilyapti deb o'ylamanglar, to'g'risi. Men ham jamoatchilik bu o'yinni yaxshi bilmayman. Yo, qatta paydo bo'ldi. Shu paytda yana qorong'i yorib tushyaptimi? Yorib tushyapti. Nima bu? Tosh-u. Bu toshni men oldim undan oldin, yo'qmidimmi? Bo'lsa ham. Hop, sandiqlarni ochamiz akalar, Sandiqlarda nimadir bor bo'lsa kerak deb o'ylayapman akalar. Sandiqda men javob beraman, nimadir bor. Nima ochilmayapti bu? Klavichani ovozi eshitilyaptimi akalar?
Ye. Ana nima? Ha, to'xtanglar. Minecraftda S tugmasini esa yaqinlashtiradi. Bunda ham shunaqami? Ha, yo'q, bunda nima qilasiz? Ha, bu Minecraft pasku deyishinglar mumkin. Sigirmi? Upa kelar sigir ekan. Bolalar sigir ekan, obunachilar. Sandiq nima ochilyapti? Obunachilar. Sigir akalar, sigir. Yo-mayo. Qanday qilib akalar? Ibrat tursa bo'larmikin? Ha, tursa bo'lar ekan shekilli. Qani? Nimaga urib bo'lmayapti hozir? Yo. Uymi? Qanaqasiga uy? Yo'q, haqiqiy Minecraftda bunday uy chiqmasa, qishloqmikin yo? Yo-mayo, bu o'yinda qishloq bo'lsa, akalar. Voy. Yo'q, haqiqatan ham qishloq, akalar, qishloq. Yo'q, qishloq emasmi? Yo'q, qishloq. Qishloqda bir ko'pgina uylar bo'lardi, albatta o'zi. Olgan ekan. O'zi ham. Oppa. Araba-yu akalar. Sakra. Sakra. Hop. Araba. Bu araba, araba ekan. Stop, bu arabani ham sindirsa bo'ladimi? Nima bor ichida? Toshim akalar. Mana ekan toshim. Bu toshimni qanday qilib inventarimi qanaqa qilib ochishni bilmayapman akalar uni ustiga. Inventarimi tugmasi bilan ochiladi, nimagadir bunda tugmasi bilan ochilmayapti. Qanaqadir xarita. Bu narsa nima bo'ldi? Mat shop. Mat shop akalar. Mat shop ekan. Endi akalar bu Mat shop bu nima o'ziga deydi? Stop, nima deyotgandim? Mat shop ekan, nima? Show. Shuna. Короче, akalar bu Mat shop ekan. O'zbekchasiga akalar. O'zbekchasiga. Go'shtlik sho'rva ekan. Qanday shunday? Go'shtlik sho'rva ekan. Qanday qilib Mat shop, go'shtlik sho'rva. Nimaga bu tugmasini bosdan chiqib ketmayapti? Tugmasini bosda chiqib ketar ekan. Sakra. Voy. Shunaqa bo'ladimi? Aroyib Minecraft ekan u. Qani? Daraxtcha so'la. Mana ko'rasizlarmi akalar, men dahoman akalar, ko'rasizlarmi? Uncha-munchasiga bas men bilan aqlish. Ko'rasizlarmi akalar? Hop. Daraxtni olishga oldik. Qarama. Bu o'ydi qaranglar. Voy. Yana kech kirdimi? O'zan takasatda 2 qo'zi bo'ldi. Uni oldim ma'rushdi-yu, beparosat sizlar qaysiri? Gaday vachchalar keldi. Zombimi bilmayman, u ham ko'zi yonib turgan Herobriniga o'xshagan. Hamma bilmayman, yo'ladigan Herobrin chaqirgan bu o'yinda Herobrin bormi, Herobrin yo'qmi? Men bilmayman to'g'risini aytsam. Qo'zi bu yana. Mayda hamma ochilmishdi. Men qiziqqanim mana sandiqlar ochilmayapti. Ikkinchi asosiy kanalimda bu video chiqqan. Faqat unda ovozim yo'q edi. Endi ovozim bor ekan. Xudo hozir bu o'yinda yana bir asosiy kanalimda o'ynayman kerak. Bu endi Minecraft kanali akalar. Minecraft. Ochiq saytiga aytaman, aldamayman. Lekin o'yin uchmayapti to'g'risi. Yo'q, qarasate. Yo? Golemmi?
Yo'q, qishloqdagi golemmi? Golem. Qalaysan? Yaxshimisan? Golem. Tuzingmisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Golem. Sigir. Sigir ursa bo'ladimi? Ha, ursa bo'lar ekan. Yo. Golem. Voy, 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 golem. Voy. Voy, golemga men nima qildim? Yo, golemga men nima qildim hozirgina? Voy da, golemmi yo bu toshmi? Yo, все, короче, yana akalarni bo'lsa. Короче, akalar bugungi videomiz shulardan iborat. Video sizlarga yoqqanmisa, Abdushi like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hayır, sizlar bilan Bakuris bo'ldik. Kelasi videolargacha ko'rishguncha deb qolamiz akalar. Hayır, joyingiz